Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz nevropatolog Murodxon Usmonov YouTube kanalidasiz. Bugun siz bilan xalq orasida eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu umurtqalararo disk churrasi haqida gaplashamiz. Bu videoda umurtqalararo disk churralarini qanday paydo bo'lishi, belgilari, tekshiruv usullari va eng asosiysi qanday davolanish haqida gapirib o'tamiz. Kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. O'zi disk churrasi nima degani? Disk churrasi bu ikkita umurtqa orasida joylashgan diskni, ya'niki fibroz halqani normadan tashqariga, ya'ni o'ng tarafga, chap tarafga, orqaga siljishi oqibatida grija paydo bo'lishiga aytiladi. O'zi bu diskni vazifasi umurtqalarimiz orasida amortizatsiya vazifasini bajaradi. Xo'p, nima uchun bu grijalar paydo bo'ladi? Buni sabablarini sanab o'tamiz. Bu birinchisi travmalar, ya'niki umurtqa pog'onasiga bo'ladigan turli xil travmalar hisoblanadi. Ikkinchisi umurtqa pog'onasini o'zini degenerativ kasalliklar, ya'ni xalq orasida eng mashhur kasallik bu osteoxondroz kasalligi. Uchinchisi bu qomatni noto'g'ri shakllanish, ya'ni skoliozlar, kifozlar, lordozlar bu holatni keltirib chiqarishi mumkin. Ortiqcha tana vaznini bo'lishi ham umurtqa pog'onasiga tushadigan yuklamani ko'payib ketishiga olib keladi va umurtqalararo disk churrasi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Kam harakatlilik ham yuqoridagi disk churrasini paydo bo'lishini sababi hisoblanadi. Belgilari qanday bo'ladi? Belgilari o'sha churrani qaysi sohada joylashganiga bog'liq bo'ladi. Misol aytaylikki, churralar bo'yin sohasida joylashgan. Bo'yin sohasida joylashgan bo'lsa, bunda qo'lga uzatiluvchi og'riqlar, bo'yin sohasida og'riqlar, boshni orqa qismi bo'yin bilan birga qo'shilib og'rishlari, qo'lda ozib ketish, qo'lda harakat cheklanish, qo'lni yuqoriga ko'tara olmaslik kabi belgilar bilan paydo bo'ladi. Ko'krak qafasida joylashgan bo'lsa, bunda ko'krak qafasini o'rab oluvchi kuchli og'riqlar bo'lishi, harakatni cheklanishi, mana shu sohada mushaklarni taranglashib qolishi, nafas olishni qiyinligi, xuddiki yurak sohasida og'riq bo'lgandek paydo bo'lishi mumkin. Agar grijalar, ya'niki churralar bel sohasida bo'ladigan bo'lsa, bunda belni mahalliy o'sha bel qismida og'riqlarni o'ng yoki chap oyoqqa uzatilishi, oyoqlarda harakat cheklanishi, og'riq hisobiga harakatlana olmay qolishi, oyoqlarni orqa tomonida, yon tomonida, hattoki barmoq uchlarigacha og'riq bo'lishi, oyoqlarda ozib ketish, harakat cheklanishi, oqsash. Ba'zi bemorlarda harakat shunchalik cheklanib qoladi, ular hassa yordamida yurishga majbur bo'lib qoladi, oyog'ini bosa olmay qoladi. Disk churralarini qanaqa tekshiramiz? Birinchi navbatda buni nevropatolog shifokori tekshirgani ma'qul. Nima uchun? Chunki kasallikni qanday paydo bo'lgani, nimadan keyin paydo bo'lgani so'rab surishtiriladi. Bemorning umumiy ahvoli tekshiriladi. Qon bosimi, yurak holati, qon tahlillari tekshiriladi. Bundan keyin bemorning o'zini ko'rigi o'tkaziladi, ya'niki nevropatolog ko'rigi. Bunda mahalliy sohadagi og'riqlarni bosib ko'rish orqali, oyoqlarni tekshirib ko'rish orqali, oyoqdagi kuchlarni tekshirib ko'rish orqali, ozib ketganligi yo'qligi, sezgini bor yo'qligi, harakatni qay darajada cheklanganligiga qarab, og'riqning kuchiga qarab bemorga taklif beriladi rentgen, KT yoki MRT tekshiruvini o'tishni. Bulardan eng foydalisi, eng ma'lumot yaxshi beradigan tekshiruv bu albatta MRT tekshiruvi hisoblanadi. MRT tekshiruvida mana shu churrani o'lchamlari, ya'niki qay darajada kattaligi, qay darajada nervni qisib qo'yganligi, qay darajada umurtqa kanali torayganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Disk churralarini qanday davolanadi? Birinchi navbatda medikamentoz, ya'niki dori-darmonlar bilan bu yonboshdan yoki tabletka ko'rinishidagi og'riq qoldiruvchilar, mahalliy og'riq qoldiruvchi ko'rinishdagi mazlar, mushak tarangligini bo'shashtiruvchi dori vositalar, mahalliy qon aylanishini yaxshilovchi dori vositalar va turli kasallikning kelib chiqishiga qarab boshqa dori vositalar ko'p qo'llaniladi. Keyingi davolash turimiz bu fizioterapiya amaliyoti hisoblanadi. Fizioterapiya amaliyotida bemor holatidan kelib chiqib,
elektroforez, magnit terapiya, UVC, UZT terapiyasi amalga oshirilishi mumkin va keyingi davolashimiz bunda igla terapiya amaliyoti ham juda katta foyda beradi. Umuman olganda disk grijalarini davolashda eng asosiy, eng foydali bo'lgan davolash metodi bu jismoniy faollik, ya'niki davolovchi mashqlar bilan davolanadi. Bunda har bir bemorni ko'rinishidan, jinsidan, yoshidan, kelib chiqqan kasalligidan, kasallikni og'irlik holatidan kelib chiqib, har bir bemorni o'zini maxsus mashqlari ishlab chiqilishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, massaj mumkinmi grijada deydi. Massaj mumkin, lekin qaysi holatlarda mumkin emas. Og'riq o'ta kuchli bo'lgan holatlarda, og'riqqa chidash qiyin bo'lgan holatlarda, taranglik juda yuqori bo'lgan holatlarda birinchi, ikkinchi kunlari massaj buyurilmaydi. Qachonki og'riqlar kuchi kamaya boshlagandan keyingina massaj muolajalarini buyurishimiz mumkin bo'ladi. Grijani operatsiya qilsa bo'ladimi deb ham ko'pchilik so'raydi. Operatsiya qachon qilinishi kerak? Operatsiya 6 oy davomida agar yuqorida sanab o'tgan muolajalarimiz foyda bermaydigan bo'lsa, chanoq a'zolari funksiyalari buziladigan bo'lsa, ya'niki siydik tuta olmaslik yoki teskarisi tutilib qolishi, qabziyat yoki ich tuta olmaslik kasalligi yoki jinsiy zaiflik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, oyoq yoki qo'llarda yoki mahalliy sohada mushaklarni ozib ketishi, ya'niki atrofiya deymiz, ana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta nevropatolog va neyroxirurg konsultatsiyasidan keyin bu operatsiya qilish kerak-kerakmasligi ma'lum bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, grija bu zamonaviy kasallik hisoblanadi, ya'niki oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Uzoq vaqt o'tirib ishlashni oldini olish kerak. Ya'niki ko'p uzoq vaqt o'tirib o'tirgan bo'lsangiz, ora-orada turib, ozgina tanangizni agar ko'p o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz, ora-orada turib, ozgina gimnastik mashqlarni qilib olish kerak bo'ladi, ya'niki umurtqa qotib qolmasligi uchun. Agar tanamizdagi skolioz, kifoz, lordoz holatlari bo'ladigan bo'lsa, buni ertaroq lichenasini, ya'niki davosini boshlash kerak. Bunda asosiysi o'sha davolovchi mashqlar hisoblanadi. Agar siz og'ir narsa ko'tarmoqchi bo'lsangiz, og'ir narsa ko'tarish texnikasiga amal qilishingiz kerak. Bunda belni emas, tizzalarni bukib, birinchi o'tirib, keyin narsani ko'tarish kerak bo'ladi. Albatta tana vazningizni nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Bunda og'irlikni kamaytirish, ya'niki tana vaznini kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Grijani butunlay yo'qotib yuborish uchun esa jismoniy mashqlar, yoga yoki lechebniy gimnastika deymiz, davolovchi mashqlar bilan doimiy shug'ullanib turishni maslahat beramiz. Agar yuqoridagi aytib o'tgan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Ma'lumotlarimizni foydali deb topgan bo'lsangiz, buni yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.